Assalomu alaykum, Islom Studios kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun Xudo xolasa yana bir fayzli xonadonimizga darvozamizni o'rnatdik. Xudo xolasa high-tech darvoza, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bu darvozamizni Andijonga, Xo'jaobodga olib kelib o'rnashtirdik. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, videomizni oxirigacha kuzatib boringlar. Xudo xolasa darvozamizni to'liq ma'lumot qilib beramiz. Do'stlar, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 5.15 bo'ldi, bo'yiga 3.70. Darvozamiz o'zini ochilish qismi to'ri 387 bo'ldi. Eshigimiz 1 metr, stoykalarimiz 10 ga 10 bo'lgan. 10 ga 10. 2,5 stena, profillarimiz polniy, darvozamiz ichki materiallari, ichi-yu tashi 8 ga 4 bo'lgan profillarimiz ko'rib turibsizlar, grubiy darvoza bo'ldi. Listlarimiz 2 lik. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Mashina o'tadigan joylari shivillar bo'lgan, tepasi alohida 50 sm promoy bo'lgan. High-tech soplarni ham ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Nerjinkalarni ham yopishtirib berganmiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz aka-ukalar. Zamoklarimiz har doimgidek zo'r zamok bo'lgan. Zamoklarimizga ham bexijolat ochilib yopilishlari hamma yo'g'i chotki bo'ldi darvozamizni. Orqa qismini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu orqa qismi. Ha, zamoklarimiz yaxshi xola. Mana orqa holatlari, Orqa holatlari ham juda ham idealniy va chiroyli chiqqan. Oshiq-moshiqlarni ham bo'ldi. 2 million. Oshiq-moshiqlarni ham ko'rib turibsizlar. Bo'ldi xola. Oshiq-moshiqlari ham mana pachemliklardan qo'yib berdik. Sababi darvozamiz eniga juda katta. Eniga juda katta. Yarim 2 qavatli darvoza, 1 kvadrat metri. O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz. 1.200.000 so'mdan aka-ukalar voha tomonlarga kelishilgan holda qilib beryapmiz. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, polnisi 8 ga 4 bo'lgan profillarimiz bor, aka-ukalar. 6 ga 4 emas, 5 ga 3 emas, polniy grantexlar sachib, kraskalarimizni chotki qilib sachib tayyorlab berdik. Eshigimiz o'ng tarafdan ochiladi. Ochilishlari hamma yo'g'i joyida bo'ldi. Ko'rib turibsizlar darvozamizni, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqdi darvoza, zo'r deb kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yinglar aka-ukalar. Darvozamiz holatini bitta baho berib, taraf fason, yangicha darvoza O'zbekiston bo'ylab tayyorlab beramiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar.